Rasululloh alayhissalom aytganlarki, quyosh yo'q kun bor, soya yo'q kun bor deganlar. Quyosh va soya yo'q kun bor. U qiyomat kuni. Tep-tekis bo'ladi. Yerda u yuziga tuxumni qo'ysa, bu yuzni odam ko'radi deydi, agar ko'zi zo'r bo'lsa deydi. O'zi tuxumku qanchadir kilometrda ko'rinmay qoladi-yu. Shunaqangi hech nima qolmaydi. Quyosh nayza bo'yi olib kelib qo'yiladi. Odamlarning dimog'i qaynaydi, vaqirab. Quyoshning issig'idan. Shu kunda Allohning arshini soyasi bo'lar ekan. Allohning arshini soyasi bo'lar ekan. O'sha arshda ostida turadiganlar bo'ladi. Shulardan bittasi yoshligidan ibodatda o'sganlar, o'sha arshning ostida nurdan bo'lgan dasturxonda odamlar dimog'i qaynab hisob-kitobni kutib o'tirganda, ular arshni soyasini ostida nurdan bo'lgan dasturxonda, hadis tarjimasini aytyapman. Nimani xolasalar dasturxonda bo'ladi o'sha. Nimani